Kibrni qanday qilib yo'qotqili bo'ladi? Savol. Assalomu alaykum. Kibrni qanday qilib yo'qotqili bo'ladi? Birisi bilan paranglashgandan keyin uning meni haqimda uningda kibr bor deganligini anglab qoldim. O'zimni tekshirib ko'rsam, rostla shunday ekan. O'ylagan sari butun turmushimga, hatto har bir so'zlarimgacha singib ketganligini his qilyapman. Ko'nglim bakli yarim. Qalbni kibrdan pok tutishning yo'llari haqida so'zlab bergan bo'lsalar, Alloh hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Qadrli qarindishim, dinimiz eng yomon ko'rgan va inson ruhiyatiga eng xatarlik deb qaragan halokatga tashlag'uvchi illatlarning biri kibr bo'lib, Qur'on va sunnat uni ayiblagan va uningdan ogohlantirgan oyat va hadislar bilan to'lgandir. Misolga olsak, Alloh taolo mundaq degan: Yer yuzida nohaq takabburlik qildiganlarni qudrat dalillarimdan yiroqlashtiraman. Araf surasi 146-oyat. Alloh takabburlik qilguvchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Nahl surasi 23-oyat. Ularga jahannamning darvozalaridan kiringlar, jahannamda mangu qilinglar, mutakabbirlarning joyi nima degan yomon deyiladi. Zumar 72-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kibrning xatari va mohiyatini tuvandagi bir hadisda aniq bayon qilgan. Payg'ambar alayhissalom qalbida zarrachilik kibr bo'lgan kishi jannatga kirmaydi degan. Sahobalardan biri, lekin odam kiyim-kechaklarining va kashining chiroyli bo'lishini yaxshi ko'rsichu deb so'raganda Payg'ambar alayhissalom: Alloh go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi. Kibr degan haqqa unmaslik, kishilarni ko'zga ilmaslikdir deb javob bergan. Ya'ni kiyinish, to'ralg'u va mashina qatorliqlarda chiroyli, esil bo'lishni yoqtirish, pokitga unmaslik, kishilarga cho'ngchilik qilish va ularni ko'zga ilmaslikdan iborat kibr doirasiga kirmaydi. Ikkisi niyat bilan farqlandi. Sahihayndagi bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Do'zax aytdi: "Men takabburlik qilg'uvchilarga xos qilindim." Sufyan ibn Uyayna aytadi: Ko'ngli tartqanlikdan gunoh ma'siyat qilib qolgan kishining tavbasining qabul qilinishidan umidvor bo'lgan. Chunki Adam alayhissalom ko'ngli tartqanlikdan daraxtdan yeb ma'siyat qilib salvidi, shu hamon mag'firat qilindi. Birovning qilmishi takabburlikdan bo'lsa, uningga la'nat qilinishdan qo'rqqan. Chunki iblis takabburlik qilib Alloh taologa osiylik qilgandi. Shu hamon la'nat qilindi. Haris al-Muhasibi rahimahulloh: "Sen o'zingni afzal deb qarashdan cheklangansan. O'zingni pok sanash sana harom qilingan. Balki sen u dunyoda bu dunyodagi vaqtingda ko'zingga ilmaganlarning oyoqlari ostida bo'lib qolishing mumkin" degan. Shuni unutmasligimiz kerakki, iblis kibr sababli Allohning rahmatidan quvlangan. Fir'avn, Abu Lahab va boshqa nurg'un kofirlarmi kibr sababli iymon etmay do'zaxiy bo'lib ketgan. Ko'plagan olimlar kibrni eng chong gunohlar qatoridan sanagan. Kibr bor insonni Allohning yaxshi ko'rmaganidek atrofdagi insonlarni yoqtirmaydi. Bu sababdan kibrdan ich saqlash bilan birga jamiyatda yetim qilish kelib chiqadi. Ruhiyatimizdagi kasallarning davosini qilishda mutaxassis bo'lgan ustoz Imom Hujjatul Islom G'azali Ihyo Ulumuddin nomli kitobining oxirida bu vaqtda tafsiliy to'xtalgan va Qur'on Karimning oxiratdagi nijotlikni qalbning sog'lomligiga bog'laganligini, qalb ofatlarining beshi va eng xatarligining kibr ekanligini bayon qilgan. Shundaqla uni insonga tegadigan bir xil ruhiy ofat deb qaragan. Imom G'azalining deyishicha, kibrlik inson o'zini cho'ng tutadi va o'zini boshqalardan afzal deb qaraydi. Shundaqla o'ziga tamanno tuyg'usi bilan qarab, boshqalarga mansitmaslik va haqorat nazari bilan qaraydi. İnsanның o'ziga bu xil nazarda qarashi ijtimoiy hayotga ofat bo'ladigan xatarning beshidir. Imom G'azali yana mundaq deydi: Bilginki, kibr insonning qalbidagi kasallik bo'lib, uning tashqi ko'rinishida ifodalangan nachar axloq va salbiy ish-harakatlar bo'lsa, kibrning alomati va natijasidir. Buni takabburlik deb atsak eng loyiq bo'ladi. Psixik jihatdan kibrni inson nafsidagi o'zini tuvan ko'rish tuyg'usining alomati yoki natijasi va yoki yetersizliklarni to'ldirish vositasi deb qarash mumkin. Qandaq deganda, mutakabbir o'zini tuvan ko'rib yoki yetarsiz deb qarab o'ziga ishonch qila olmag'achqa, o'zidagi bu kamtiklikni to'ldirishga urinishi
uni takabburlik qilishga ilib boradi. Masalan, qalbida fikrlik tuyg'usi borlar boy bo'lishga qattiq tirishadi va boy bo'lganida takabburlik qiladi. Ya'ni, bu boydagi kibrning sababi aslidagi fikrlik tuyg'usidir. Andın burun uni fikr deb qaraydiganlarni undaq emasligiga ishontirish uchun mundaq boyligim bor, munchalik xajridim va man degandek so'zlar bilan o'zini cho'ng tutishga tirishadi. Atrofdagilarni o'zidagi boylik ustunligiga yetmaydigan naqis insonlar deb qarab, o'ziga loyiq saviyadagilarni tepishga urinadi. Buning bilan kibr ham vosita, ham natija bo'ladi. Shoir Xalifa ibnul Mu'taz nuqsonliq tuyg'usiga duchor kishilar o'zlarining kamolat egalari oldidagi ahvollarini tunib yetib, o'zlarini cho'ngaytirish uchun kibrni vosita qilishadi. Halbuki kibr hargizmi kor qilmaydi degan. İmam G'azali takabburlikni keltirib chiqaradigan va uni quturtiradigan sabablarni mundaq yakunlagan. İnsanning ichki dunyosiga xos bo'lgan kibrning paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan bir omil bor. U bo'lsa-mu o'ziga tamanno qo'yish. Ammo insonning sirtqi ko'rinishida o'z ifodasini topadigan zohiriy kibriga sabab bo'ladigan omillar to'rtdir. O'ziga tamanno qo'yish, hiqd, o'chmanlik, hasad va riyo qilish. Yuqorqi to'rt illatdan boshqa nifoq, gumonxo'rlik, o'zida bo'lmagan xislat yoki qilmagan xizmat bilan faxrlanish, pixsig'liq, tiz ochiqlanish, mansabga amroqlik, minnatxo'rlik, nasihat anglamaslik, xatoligini boshqalarga ortib qo'yish, manmanchilik, manmadonlik, aviyxo'rlik, shaxsiyatchilik va har qanday ahvolda o'zini oqlab turib olish qatorliq yomon illat, nachar axloqli bo'ladi ekan, u cho'qim kibrga chetishlik bo'ladi. Chunki takabburlik qilguvchi o'zini cho'ng tutish uchun yaxshi xislatlardan voz kechishga majbur bo'lganidek, bu turlik nachar axloqlarga muhtoj bo'ladi. Natijada kibr insonni jannat ahlining axloqlaridan yalang'ochlab etadi. Bu sababdan payg'ambar alayhissalom qalbida zarrachilik kibr bo'lgan kishi jannatga kirmaydi degan. Demak, kibr boshqalar bilan bo'lgan gap so'z, ish-harakat, yurish-turishlarda, chiroyida, ovozida, hatto sukut turishida va qarashlarida ifodalangandek insonning ichki dunyosida o'y, xiyol, orzu, armonlarida ko'riladi va uningdan o'zini boshqalardan ustun tutish va yo'g'onchilik qilish kelib chiqadi. Hatto taat ibodatlarni ko'p qilib, gunoh ma'siyatlardan o'zini yiroq tutadiganlarmi o'zining taqvodorligiga tayinib, fosiqlarni tuvan ko'rib, kibrga mubtalo bo'lishi mumkin. Tabiinlardan Jubayr ibn Nufayr rahimahullohdan kibrning qaysi eng yomon deb so'ralganida u ibodatning kibri deb javob bergan. Imom G'azali bu vaqtda maxsus to'xtalgan. Bundaqda kibrni davolashning yo'li qaysi? Yuqorida bayon qilinganidek, kibr halokatga tashlag'uvchi psixiki va ijtimoiy marazlarning eng xatarligi bo'lg'achqa, uni davolash farzdir. Uni yo'qotish uchun nafs bilan uzun muddat jihad qilishga to'g'ri keladi. Kibr misoli bu yomon daraxtning yiltizi va g'oli bo'lsa, takabburlik alomatlari uning shox yo'pirmoqlaridir. Shunga tuvandagi qadamlar bo'yicha davolashni yiltiz va g'oliga markazlashtiramiz. Birinchi, oldi bilan bu marazning mohiyati, xatari, turlari, darajalari va davolash usullari qatorliqlar to'g'risida atrofli ma'lumotga ega bo'lish kerak. Chunki davolashning ilmiy asosda bo'lishi zarur. Buning uchun Imom Abu Hamid al-G'azalining Ihya Ulumuddin din ilmlarini yashartish nomli kitobini yoki uning qisqartirilmasi bo'lgan Muxtasar Minhajul Qasidinni yoki Imom Ibnul Javziyning Talbisu Iblis Shaytonning ozdirishi nomli kitobini yoki Imom Ibnul Qayyimning Madarijus Salikin Saliklarning manzillari nomli kitobini va yoki bu vaqtda yozilgan yaxshi kitob materiallarini o'qib, kibr to'g'riliq to'liq ma'lumot egallash kerak. Ikkinchi, inson balasida bo'ladi ekan, bu marazdan to'liq xoli bo'lib ketalishi yoki uningdan osonlik qutulib ketishi ba'zi mushkuldir. Shunga uni davolashga mustahkam iroda shartdir. Buning uchun uzun muddat tinimsiz g'ayrat va haqiqiy samimiyat ketadi. Bu illatdan qutulishda rostchilik qanchalik chin bo'lsa, unumi shunchalik yuqori bo'ladi. Uchinchi, turlik farz va nafli taat ibodatlar kibr va takabburlikning davosi va uningdan saqlanishning chorasi bo'lib, dinimiz belgilagan bu ibodatlar o'z navbatida kibr, riyo va nifoq qatorliq yomon illatlarning davosidir. Masalan, Allohga qulluq qilib sajdaga bosh qo'yish va peshonini yerga tekkizish
Allohning oldida o'zini tuvan tutish va bo'yin egish tuyg'usini bag'ishlaydi. Roza insondagi takabburlikni davolab, och va ussizlik bilan insonning ojizligini his qildirdi. Hajda hamma o'xshash ehromlar kiyib, tavob, sa'i va arafatda bir-biridan farqlanmaydigan holatda bo'ladi. Zakat bo'lsa, boylardagi takabburlikni pasaytadi. Demak, dinimizdagi taat ibodatlarni joyida ado qilishdagi izchillik kibrni davolab qolmay, uning oldini oladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ish izlari, axloqi, jumladan kamtarligini o'rganishmi kibrning oldini oladi va uni davolaydi. 4. Qalbdagi kibrni davolashda imoniy tarafga kuchash intayin muhimdir. Chunki iymon boshqalarning manfaatini qo'g'dash va ularga kamtar bo'lishni taqozo qiladi. Janobi Alloh Hijr surasining 88-oyatida mu'minlarga kamtar bo'lgan deb buyurgan va ey mu'minlar, sizlardan kimki murtad bo'ladi ekan, Alloh uning o'rniga Alloh ularni do'st tutadigan, ularmi Allohni do'st tutadigan, mu'minlarga ko'ynadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilg'uvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi degan. Maid surasi 54-oyat. İnsan o'zini tunug'unida o'zidagi ojizlik, bandalik va muhtojlikni his qiladi. Parvardigorning ulug'ligini, qudratini va rububiyati yaratquchi va parvishkor ekanligini tunug'unida cho'ngchilik qilmaydigan bo'ladi. Chunki Alloh taolo uni obiy ma'nidan aprida qilgan. Uningga hayotlik bag'ishlab, son-sanoqsiz ne'matlarni ato qilgan. Oxirida qabriga, andin yana shu zot Allohning huzuriga boradiganligini bilsa, takabburlik qilishning o'rni yo'qligini tushunib yetadi. Janobi Alloh mundaq deydi: insonga biror musibat yetsa, bizga duo qilib iltijo qiladi. Andin uningga marhamat qilib, biror ne'matimizni ato qilsak, u mening alohida bilimim bo'lganlikdan bu boylikqa erishdim deydi. Qarung'imi Alloh boylik ato qilgandan keyin u takabburlik qilgan. Qavmi uningga kelib, ko'ranglab ketma deganida Qarun mening alohida bilimim bo'lganlikdan bu boylikqa erishdim dedi. Qasas surasi 78-oyat. Yana butun insonlarning asl zotiga qaraydigan bo'lsak, insonlarni barobar va qarindosh qilgan islom tuzumidami ularning hammasi bir ota va bir onadan yaratilgan. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Odam bilan Havvodan iborat bir ota bir onadan yaratdik. O'zaro tunishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Hujurat surasi 13-oyat. Buningga asosan ulardagi afzallik faqat taqvodorlik va solih amallar bilan bo'ladi. Taqvodorlik bilan solih amallar bo'lsa, boylik, bilim, kuchtingurlik va boshqa alohidaliklar asosida takabburlik qilishni to'sadi. Demak, bir tutash bo'lgan islom o'lchami bo'yicha ish tutish insonni islom mantiqasi bo'yicha tafakkur qilishga, islom o'lchamini asos qilib muomala qilishga odatlantirdi va uni kibrdan yiroq tutib tarbiyalaydi. 5. Har bir kishi o'zidagi ichki kibr bilan sirtqi takabburlikqa sabab bo'ladigan o'ziga tamanno qo'yish, hiqid, o'chmanlik, hasad va riyokorlik qatorliq kibrning 4 omillarining qaysidan manbalanganligini oydinlashtirib olishi lozim. Masalan, kibri o'ziga tamanno qo'yishdan kelgan bo'lsa, bu teran bilimidanmi, kelishgan chiroyidanmi, ibodatgo'yligidanmi, boyliqidanmi yoki mansibidanmi va yoki atrofdagi chapanchilardanmi. Bu ahvolda o'ziga tamanno qo'yishning turlarini, alomatlarini va choralarini o'qib, amalini qilishi lozim. Kibri yiqitdan kelgan bo'lsa, yiqit achchiq yomonlikdan bo'ladi. Hasaddan kelgan bo'lsa, hasad yiqitdan keladi. Demak, yiqit bilan hasadning manbasi va sababi g'azablanish va achchiq yomonlikdir. Yiqit bilan hasad ko'pincha tangtushlar va bir darajada deb qaraldiganlar o'ttirdi bo'ladi. Kibri riyodan kelgan bo'lsa, bu amal ibodat yoki faoliyatlarning jamoat yig'ilgan so'rinlarda yoki taratqularda elib berilganligidan kelgan bo'lsa, darrov xaloyiqqa ko'rinmaydigan yoki nomi zikr qilinmaydigan xizmatga yo'tkilish lozim. 6. İnsanning o'zida izchil takrorlanadigan,
takabburlikqa yetadigan odatlarni bekitib, uni tashlashga tirishishi intayin foydali va amaliy qadamdir. Masalan, boshqalarga to'lab gap qiladigan bo'lsa, siliq va pasrak ovozda gap qilish, o'zining narsa keraklarini boshqalarga ko'taradigan bo'lsa, o'zi ko'tarish, oddiy, miskin insonlar bilan aralashib do'st bo'lish, chaqirsa berish, boshqalarning hurmatini qilishga tirishish, kibr his qilgan so'rinlardan o'zini qochirish, uy va ishxonalarning tozligini o'z qo'li bilan qilish. Bu chora-tadbirlar oddiy bo'lsa-mu, haqiqatan unumlidir. Bularni har bir kishi ahvoliga qarab bekitsa bo'ladi. Hurmatli qarindishim, texmi keng va to'liq ma'lumot uchun yuqorqi manbalarga murojaat qilg'aysiz. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.